Hammaga salom. Bu onamni onalari, onamni sarpalariga 34 yil oldin qilgan shkaflar. Hozir kiyimlarni saqlash uchun, ustini esa ortiqcha narsalarni qo'yish uchun ishlatamiz. Uydagi asosiy qoida buvim onamni sarpalariga qilgan narsalarni hech kimga bermaslik va tashlavormaslik. Xullas, uyga kelgani munosabati bilan foydam tegsin deb shu shkafni tozalayman. Uy yig'gandagi onamning asosiy qoidalari boshqa uylarning eshigini yopish va narsalarni gilam ustida emas, nimadir solib, o'shani ustida sortirovka qilish. Shkaf ichidagi hamma narsani olib chiqib olamiz va xuddi 40 yildan beri artilmagandek chang bo'lgan shkafimizni burchaklar bilan artib olamiz. Chang-pol artgandagi onamni bir qoidalari bor. U ham bo'lsa, chelida suv olib kelib, sochiqni yaxshilab yuvish va aytganimdek hamma joyi burchaklar bilan artish. Ichini tozaladik. Endi kiyimlarni sandiqqa kiradigan va kirmaydiganlarga ajratamiz. Et-betga kiyiladigan va birdan yomg'ir yog'ganda kerak bo'lib qoladigan kiyimlarni alohida ustiga g'ilof kiydirib qo'yamiz. Bir shkaf va uni tozalash tarixi shunaqa. To'g'risini aytsam, onamdan boshqa hamma aynan mana shu shkafni o'zgartirish uchun kurashamiz. Adam aytishlari bo'yicha onamning onalari sarpada qilgan luboy narsani yo'q qilishi badali juda og'ir bo'ladi. Onam esa hamma narsa ular uchun qadrliligi va bu narsani где-то 30 yildan keyin tushunishimizni aytadilar. Siz ham onangiz onalari sarpalariga qo'ygan narsalarni shunaqa qadrlaydilarmi, yo'qmi? Buni albatta izohida yozib keting. Ha, aytgancha, zalimizda 34 yil oldin onamning sarpalarida kelgan servantam bor. Nima deysizlar? Obzor qilamizmi?